Davlat boshqaruvi akademiyasida vazirlik va idoralarning inson resurslarini rivojlantirish va boshqarish bo'linmalarining rahbar kadrlari uchun seminar tashkil qilindi. Unda Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan respublika va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining inson resurslarini boshqarish bo'yicha faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori muloqot mavzusi bo'ldi. Qarorning asosiy mazmuni 2025-yil 1-maydan boshlab respublika va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining inson resurslarini boshqarish bo'yicha faoliyati agentlik tomonidan baholab borilishi ko'zda tutilmoqda. Bu jarayon baholashning zamonaviy usullari, shu jumladan axborot kommunikatsiya texnologiyalarini faol qo'llash orqali hrmargos.uz elektron platformasida amalga oshiriladi. Shuningdek, qarorda 3 oy muddatda respublika va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining inson resurslarini rivojlantirish va boshqarish bo'linmalarining rahbarlarini attestatsiyadan o'tkazish reja qilingan bo'lib, attestatsiya jarayonlari joriy yilning may-iyul oylari davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat xizmati, aholi bilan muloqot va mahalliy hokimiyat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha maslahatchisi bo'linmalari bilan birgalikda tashkil etiladi. Ushbu qarorda belgilab berilgan inson resurslarini rivojlantirish va boshqarish bo'linmalarining namunaviy nizomi, bundan tashqari inson resurslarini boshqarish va rivojlantirish bo'linmalarini baholash tartibi, shu bilan birgalikda bo'linma rahbarlarini attestatsiyadan o'tkazish bo'yicha tegishli tushunchalar berib o'tildi. Bunda asosiy masala inson resurslarini rivojlantirishda raqamlashtirish, ya'ni hrmargos dasturini keng tatbiq etish va o'sha dastur orqali kadrlar bo'linmalarini, inson resurslarini rivojlantirish bo'linmalarini baholab borish tizimi haqida to'xtalib o'tildi va tushunchalar berib o'tildi. HR bo'linmalari faoliyatini baholash va attestatsiya jarayonlarini shaffof, tizimli va mezonlarga asoslangan tarzda yo'lga qo'yish bu tashkilotning rivoji, kadrlar salohiyatini to'la ro'yobga chiqarish va korporativ madaniyatni mustahkamlashga xizmat qiladi. Dastlabki seminarimiz respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarining inson resurslarini rivojlantirish va boshqarish bo'linmalari rahbarlari uchun tashkil etildi hamda kelgusida barcha hududlariga joyiga chiqqan holda qarorning mazmun mohiyati hamda uni qo'llash masalalari yuzasidan seminarlarimiz davom etadi. Attestatsiya mezonlari esa HR rahbarlarining strategik fikrlashi, jamoani boshqarish qobiliyati, innovatsiya joriy etish salohiyati, qonunchilik bilimlari va etika me'yorlariga rioya qilish kabi ko'nikmalarni qamrab oladi.